Buyuk adib hayoti va ijodi. O'zbek adabiyotining yirik namoyandasi, xalq qalbida chuqur joy olgan atoqli shoir va yozuvchi G'ofur G'ulom hayoti va ijodiga bag'ishlanadi. Uning asarlari xalqimizning orzu-intilishlari, mehnati, inson fazilatlari hamda vatanga muhabbat tuyg'ularini yuksak badiiy mahorat bilan aks ettirgani bilan qadrlidir. G'ofur G'ulom 1903-yil 10-may kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Yoshligidan ilm-fanga, adabiyotga qiziqqan adib murakkab hayot yo'lida bosib o'tgan. Erta yetim qolishi uning qalbida hayotining achchiq va shirin tomonlarini chuqur his etishiga sabab bo'ldi. Aynan shu hayotiy tajribalar keyinchalik uning asarlarida o'z ifodasini topdi. Shoir dastlab o'qituvchilik bilan shug'ullandi. Gazetalar va jurnallarda ishladi. Uning ijodi she'riyat bilan boshlanib, keyinchalik hikoya, qissa va publitsistik asarlar bilan boyidi. G'ofur G'ulom o'z asarlarida oddiy xalq hayotini, inson qalbidagi kechirmalarini samimiy va ta'sirchan tasvirlay oldi. Adibning eng mashhur asarlaridan biri Shum bola. Ushbu asarda o'zbek bolalarining hayoti, sho'xligi, topqirligi va bolalikning beg'ubor olami yorqin ifodalagan. Shum bola nafaqat bolalar, balki kattalar tomonidan ham sevib o'qiladigan asarga aylangan. Shoirning she'rlarida tinchlik, do'stlik, mehnat va vatanga sadoqat g'oyalari alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, Ikkinchi jahon urushi yillarida yozgan she'rlari xalq ruhiyatini ko'tarishga katta ahamiyat kasb etgan. Uning "Sen yetim emassan" she'ri insonparvarlik va mehr-oqibat timsoli sifatida xalq qalbidan joy olgan. G'ofur G'ulom nafaqat iste'dodli shoir va yozuvchi, balki tarjimon sifatida ham samarali faoliyat olib borgan. U jahon adabiyotining ko'plab durdona asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilib, xalqimizning ma'naviy dunyosini boyitgan. Adibning xizmatlari munosib qadrlanib, unga O'zbekiston xalq shoiri unvoni berilgan. Bugungi kunda uning nomi maktablar, ko'chalar, bog'lar va madaniyat maskanlarida faxr bilan tilga olinadi. Uning asarlari yosh avlodini ezgulik, halollik va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi.